Assalomu alaykum qizlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men 7 yildan beri ishlatayotgan shampunimni bugun sizlarga maqtanmoqchiman. Sochimni kачествосini qaranglar. Yuvmasimdan oldingi объемini ko'rsatdim qizlar. Men bu keraksiz shampunni eshitmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Bu perxitlarga ham qarshi, kuygan sochlarni ham yuvsanglar yumshoq qilib qo'yadi. Sizlarga свежий yuvib ko'rsatyapman. Qaranglar, уже bittada объемi bo'ldi. Keyin klientlarimni ukladkasini so'raysizlar-ku, объемli bo'ladi deb mana shu shampunni ishlataman de qizlar. Keyin men sochimga ham nima xod qilasiz deysizlar-ku. Sochimga umuman xod qilmayman, faqat mana shu shampunni ishlataman. Yana kamiga har kuni ukladkada yuraman, buni bilasizlar-ku qizlar. Keyin esingizda bo'lsa, men har doim keraksiz shampunni ishlatishimni istoriyada aytib o'tardim, lekin ko'pchilik buni bilmas ekan. Yana bu shampunni kraskasi ham chiqibdi. Kraskadan ham bitta oldim sinab ko'rish uchun qizlar. Lekin bitta narsani aytaymi? Shampunni hidiga umuman gap yo'q qizlar. Meni ko'pchilik so'rashadi, sochingizga atir sepib qo'yganmisiz deb. Yo'q. Mana shu shampunni hidini o'zi yetadi qizlar. Shunaqa zo'r. Buni hamma narsasi bor, sovunlari ham bor. Sovunlaridan ham ishlataman. Gel dushlariga endi umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hamma magazin, bozorlardan topsanglar bo'ladi. O'zim marketlarda ham bor qizlar. Ishlatib ko'rib kommentariyada yozib qoldiringlar.